Ochir ovozingni, ko'p gapirma. Bo'ldi, jonimga tegdi. Ketaman. Menga qara qizim, hadib likillab meni boshimga kelib olavermagin. O'sha ering bilan tinib tinchib o'tirgin. Iya, ketmadingmi sen? Ha? Xotira men ketaman. Bolam maktabdan kelsin, bolani ham olib ketaman. Dada! Keldinglarmi? Endi dada yo'q, ketasizlar. Voy, och qoriga ketib bo'lar ekanmi? Oldin joyishib olaylik, keyin ketamiz, bolalar. Yuringlar bolalar. Voy, yaxshi. Voy, sekinroq qizim. Hali ham shu yerdamisan? O'zi shuni kutib turgan ekansiz-da. Birato'la narsalar bilan ketaman. Hozir Murzoga chaqirib oling. Chaqir. Voy, shotim o'chib qopti. Shotingga pul tashladim mana. Chaqir. Voy, chaqiraman a? Qanaqa chaqirardi? Aha, xo'p. Men o'zim chaqirdim, bo'laqa. Kamas chaqiruvdinglarmi? Ha, hozir. Buncha tez. Bu ham skoriga o'xshaydi. Kerak paytda kelmaydi, kerak paytda tez keladi. Kamas kutib qoldi, bo'laqa. Voy, shuncha narsani bitta o'zim ko'tara olmayman. Men yordam beraman. Qo'lingizni tekizmang. Ukam keladi, o'zi yordam beradi. Yaxshi ish bo'lmabdi-da, pochcha. Opa, bo'ling. To'xtab tur, namchi shoshilasan? Voy, mazam bo'lmayapti. Siz soppa-soqsiz-ku. Odamni sizlar kulyapsizlar, menga kasallik ko'rsatinglar. Bolalarim, ketdi. Bu yelkamizni chuqur ko'rsin. Opa, qo'ysangiz-chi. Mayli, pochcha gaplashamiz. Xo'p. Ha, qo'shni erimni bir qo'rqitib qo'y dedim. Hozir meni o'ylab o'tirgan bo'lsa kerak, battar bo'lsa qadrim yetadi. Yalinib kelsalar ham kechirmayman. Voy. Ketaman der ketsa